onani bitta xatosidan bola qanchalik og'ir ahvolga tushyapti. Bu yerda onani birinchi xatosi bolani tikka holatda qo'yapti. Ikkinchi xatosi juda ham yosh. Va uy sharoitida iloji boricha bunday yoshli bolalar yuvilmaydi. Zarur bo'lsa mutaxassisga olib boriladi. Hozirgi paytda Instagram tarmoqlarida bunday yuvishni life hack deb ko'rsatib bergan videolar juda ham ko'p. Orasida to'g'ri va noto'g'rilar bor. Shuning uchun internet tarmoqlarida ko'rgan har qanday videongizga ishonib, uy sharoitida bolangizni sinab ko'rmang. Asoratda bundan yomon bo'lishi ham mumkin. Agar sizga uy sharoitida bolam burnini qachon yuviladi, necha yoshdan yuviladi, qanday yuviladi, nima bilan yuviladi, shu savollar qiziq bo'lsa, keyingi videoda bunga javob beraman. Sahifamga obuna bo'ling. Qiziq va foydali ma'lumotlar doim sizlar bilan ulashib boraman.